Arab tilidagi s tovushlari bu 3 ta tovush hisoblanadi. Ya'ni birinchisi sin, keyingisi th va uchinchisi sod. Sod ham o'ziga xos talaffuzga ega harflar sirasiga kiradi va talaffuzi sin va th harflaridan tubdan farq qiladi. Sod harfini talaffuziga e'tibor qiladigan bo'lsak, sod harfida tillar pastki tishlarni ostiga bosiladi. Ya'ni xuddi sin tovushi bilan bir xil, ya'ni sinda ham tishlarimizni ostiga tilimizni bosish orqali talaffuz qilinardi. Ya'ni s bu sinda edi. Endi sodda bo'lsa, tillarimizni bosish bilan birgalikda til orqasi ko'tariladi. Ya'ni s sinda lablar ozgina yoyiladi. Sodda bo'lsa bu yoyilish bo'lmaydi. Ya'ni lablar o'z holatida qoladi. S va til qattiqroq bosilgani sababli tilni orqasi biroz ko'tariladi va og'izda to'liq holatda sod harfi talaffuz qilinadi. Ya'ni s yo bo'lmasam fathali holatida yo'g'on harf isti'lo harflar sirasiga kirganligi uchun so o'qiladi va sa o'qish noto'g'ri hisoblanadi. So, si, su, s, is, us shaklda talaffuz qilinadi. Sod harfimizni sifatlariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchisi yo'g'on, ya'ni isti'lo sifatiga ega va ikkinchisi sod harfimizda va barcha s harflarida hams, ya'ni havo chiqish sifati bor va uchinchi sifatimiz s'larimiz, ya'ni sin bo'lsin, sa bo'lsin, sod bo'lsin, uchalasida ham rohova sifatiga ega va xuddi sod harfi ham sin harfiga o'xshab safir sifatiga ega. Ya'ni safir sifati avvaliga harf kuchli ohangda talaffuz qilinadi va sekin yo'q bo'lib ketishi, parchalanib ketishi va lug'aviy ma'noda hushtaksimon talaffuz deyiladi. Ya'ni boshida kuchli tovush bilan sekinlik bilan harfimiz yo'qolib ketadi. Bu safir sifati hisoblanadi.